Hammaga salom. Siz qo'rquv olamidasiz. Avvalambor videoni ustiga bosganingiz uchun katta rahmat deb qolamiz va iltimos chiqib ketmang. Chunki bundagi ma'lumotlar sizni hayratlantirishiga ishonchimiz komil. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Ehtimol siz bu anomaliya haqida allaqachon eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha, gap SCP-001 prototip haqida ketmoqda. Ushbu anomaliya SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng birinchi anomaliya bo'lib qoladi. Yoki ma'lumotlar u qadar to'liq emas. Keling, men SCP-001 haqida to'liqroq ma'lumot bersam. SCP-001 ikkita obyektga bo'linadi. SCP-001A va SCP-001B. SCP-001A darvoza qo'riqchisi deb ataladi. Bu anomaliya haqida biz keyinroq gaplashamiz. Hozirgi videomizda SCP-001B, ya'ni Keter prototip. Ushbu anomaliya jamg'arma tomonidan aniqlangan eng birinchi anomaliya bo'lib, u Keter toifasiga kiritilgan. Saqlash shartlari maxsus qo'rg'oshinli metall quti. Uning xususiyatlari: uning og'zining ichida ulkan ko'zi bor. U yaltirab turadi. U o'zidan bir necha ming voltda elektr chiqarishga qodir. Hattoki insonning yoki biror mavjudotning tanasida manipulyatsiya qobig'ini yarata oladi va uning o'zining tanasini ichiga singdirib yubora oladi. SCP-001 aniq qayerda topilgani noma'lum. Lekin SCP-001 hatto portal ham ocha oladi. Bu yashirin qochish xususiyati deb ataladi. U kamdan kam holatlarda foydalanadi. Chunki SCP-001 deyarli hech kimdan qo'rqmaydi. Kelsak, SCP-001 SCP jamg'armasidan ham avval paydo bo'lgan anomaliya. Juda g'alati ishlar. SCP-001 topilgan joy taxminiy xarakterlarga ko'ra o'rmon, bir tashlandiq qishloq bo'lishi ham mumkin. Aniqi noma'lum. Bu anomaliyaning tirnoqlari juda o'tkir. Qo'lida 3 ta tirnoqlari bor. 2 ta oyog'i bor. Oyoqlari yonga bukilgan. O'ttiqdek oyoqlari bilan juda tez harakatlana oladi. Misol shamoldek ham desak bo'ladi. Uning ko'zlari yaltiraydi. Ko'zlari esa og'zining ichida. Bu narsani hayotingiz davomida umuman ko'rishni istamagan bo'lasiz. Yaxshi, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Men bu videoda SCP-001 haqida ma'lumotlarni berdim xolos. Agar keyingi video chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz kommentariyalarni albatta o'qiymiz va sizga eng yaxshilarini tayyorlashga, eng ma'qullarini tayyorlashga harakat qilamiz. Umid qilamizki, siz kanalimizga obuna bo'ldingiz va videoga like bosdingiz. Aytgancha, men eng muhim ma'lumotni aytishni unutibman. SCP-001 prototip SCP bazasidan qochib ketgan. Shuning uchun bir narsani eslatib qo'ymoqchimiz. Qayerdadir yurgan bo'lsangiz, agar u joy bo'lsa, iltimos ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-001 o'zining yangi o'ljasini qidirib yuribdi. Va yana iltimos, kattalar, siz tashqariga chiqmang. Hammaga xayr deb qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. SCP-3080. Bugungi videomiz menimcha siz allaqachon previewdan ko'rib bo'lsangiz kerak. Bugungi videomiz SCP-3080, ya'ni cheksiz Ikea. Siz buni cheksiz do'kon yoki cheksiz makon deb ham atasangiz bo'ladi. Keling, u haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Batafsil ma'lumot. Rasmiy nomi SCP-3080. Sinfi Euclid. Tashqi tomondan oddiy Ikea do'koni. Ichkarida fizika qonunlari ishlamaydi. Cheksiz makon, cheksiz olam. Na yakun va na boshi bor. Tugamaydigan yo'laklar, mebel bo'limlari, kun-tun almashuvi, chiroqlar o'chadi. Faqatgina chiroqlar bilangina bilishingiz mumkin. Ichkarida juda ko'p Ikea xizmatchilari bor. Lekin men o'rningizda bo'lganda ularni xizmatchilar demagan bo'lar edim. Xodimlar odamga o'xshaydi, lekin inson emas. Xodimlar haqida qisqacha ma'lumot. Ular kunduz sokin. Shunchaki do'konlarda aylanib yuradi, narsalarni joylaydi. Kechasi esa do'kon yopilganda tajovuzkor bo'lib qoladi. Nutqi buzilgan, do'kon yopildi. Hurmatli mijoz, do'kon yopildi. Hurmatli mijoz, do'kon yopildi. Faqatgina shu so'zlarni qaytarishadi. Ikea xizmatchilari juda ham shafqatsiz. Ularning terisiga kelsak, ular faqat teridan tashkil topgan. Na suyak, na go'sht bor.
faqat va faqat teri. Keling, men SCP-3008 haqida, ya'ni cheksiz Ikea haqida bir hikoya aytib beraman. Hikoyaning nomi esa yopilish vaqti. Shunchaki bizning qahramonimiz faqat stul olish uchun kirgandi. Telefoniga qaradi, signal yo'q. Chiqish tomon yurdi, lekin yana mebel bo'limi. Yo'q, bu mumkin emasdi. Ikea bunday bo'lishi mumkin emas. Yana bir bor chiqish tomonga yurdi, lekin yana mebel bo'limi. Soat yo'q edi, lekin birdan chiroqlar xira tortdi. Karnaydan ovoz keldi. Hurmatli mijozlar, do'kon yopildi. Atrof jimjit bo'lib qoldi. Uzoqdan qadam tovushlari eshitildi. Burchakdan sariq kiyimli xodim chiqdi. Yuzda tabassum bor edi. Juda uzun tabassum. Menga chiqish kerak dedi. Xodim boshini qiyshaytirdi va chiqish mavjud emas degan gapni aytdi. Chiqishlar buning barchasi yo'q edi. Aniqrog'i bor, lekin topish kerak. Bu yerda siz uchun qisqa ma'lumot, Ikeada insonlar ham bor. 100 tadan 10 mingtagacha, ehtimol ko'proqdir. Axir Ikea cheksiz. Ikeada mebellardan ulkan qal'a qilingan. Ichkarida odamlar bor. O'zlarini himoya qilish uchun turishibdi. Qorong'uda yana ovozlar ko'paydi. Yurayotgan aravalar pichirlashi, kulgu. Bizning qahramonimiz yashirindi. Nafasini ichiga oldi. Kimdir unga qulog'i yonida shivirlash. Siz bu yerga mos kelasiz. Ertalab chiroqlar yondi. Do'stimiz bu gal yolg'iz emasdi. Atrofda kichik jamiyat bor edi. Devorlardan yasalgan uylar, qo'lbola qurollar. Bir ayol dedi: "Necha kundan beri bu yerdasan?" U jim tortdi. U tushundi, bu yerda vaqt ham adashadi. Oxirgi yozuvlar devorda shunday bo'ldi. Agar ovozni eshitsang, yashirin. Agar qadam tovushlarini eshitsang, yashirin. Tabassumni ko'rsang, endi kech. Agar shunga o'xshash videolarni yana ko'rishni xohlasangiz yoki SCP-3008 haqida bilishni xohlasangiz, iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizning fikrlaringizni kutamiz. Iltimos, har qanday do'konga kirishda ehtiyot bo'ling, chunki Ikea hamma joyda bo'lishi mumkin. Narsani urit. Chiqish yo'q. Bugungi videomiz SCP-049 yoki boshqacha qilib aytganda O'lat doktori va mening sevimli SCP-larimdan biri. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Keling, birinchi navbatda SCP-049 haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tsam. Raqami 49, taxallusi Deplague doktor, vabo doktori. Obyekt sinfi Euclid, xarakterini oldindan bilib bo'lmaydi. Saqlash joyi SCP fondi maxsus kamerasi. Tavsiflari SCP-049 o'rta asrlardagi vabo doktoriga o'xshash mavjudot. U doim qora plash, qo'lqop va uzun tumshuq niqobda yuradi. Qizig'i shundaki, niqobini hech qachon yechmaydi. Lekin u tirik mavjudotga o'xshaydi. U o'zini shifokor deb hisoblaydi va insoniyatni kasallikdan qutqarayotganini aytadi. Ammo bu kasallik nima anglatishini hech kim bilmaydi. Tom ma'noda uning o'zi ham. SCP-049 odamga qo'li bilan tegsa, u darhol jon beradi. Keyin u jasad ustida davolash ishlarini olib boradi. Natijada SCP-049-2 deb ataluvchi tirikka o'xshash, ammo aqlsiz mavjudot paydo bo'ladi. U o'z ishini yaxshilik deb hisoblaydi. Lekin natijalar juda ham dahshatli. Keling, men sizga bu haqda bir qo'rqinchli hikoya aytib beraman. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hikoyaning nomini esa davolanish deb ataymiz. SCP-049 saqlanadigan kamera kechasi g'alatisi ko'rinadi. Kun surarda kameralar ishlayotgan, qo'riqchilar o'z joyida edi, hammasi joyida, go'yoki. Yangi tadqiqotchi birinchi marta SCP-049 bilan suhbatga kirgan edi. Men kasal emasman dedi ishonch bilan. SCP-049 sekin boshini ko'tardi. Uning tumshuqli niqobi qorong'uda yaltiradi. Siz aldanayapsiz dedi u sokin ovozda. Kasallik ichingizda. Men uni sezdim. U kulimsiradi. Qanday kasallik? SCP-049 javob bermadi. U sekin o'rnidan turdi. Shu payt kameradagi chiroqlar bir lahzaga o'chib yondi. Qaytib yonganda tadqiqotchi qichqirmoqchi bo'ldi, lekin ovoz chiqmadi. SCP-049 qo'lni ulga tekkizib ulgurgan edi. Ertasi kuni ertalab qo'riqchilar kamerani ochishdi. Tadqiqotchi yo'q edi.
Faqat burchakda tirik turgan, ko'zlari bo'sh, harakatlari g'alati bo'lgan mavjudot bor edi. Bu SCP-049-2 edi. SCP-049 esa devor yonida turib pichirladi. Davolash muvaffaqiyatli o'tdi. SCP-049 telbami yoki u bizdan-da aqllimi? Bu narsalar aniq emas. Muhimi, SCP-049 u aniq doktor. Agar bizning videomiz yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va yana keyingi videolarda qanday SCP'lar yozib qolinishini bo'lishini yozing. Biz albatta sizning fikrlaringizni qadrlaymiz. Bir narsani unutmang, keyingi safar shifokorga davolanishga borganda hech qachon unutmang. Chunki SCP-049 hamisha hushyordir. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Yana bir bor qaytaraman. Davolanishdan oldin unutmang. SCP jamg'armasi dunyodagi eng xavfli, g'ayrioddiy va noma'lum anomaliyalarni o'rganadi. Ulardan ba'zilari haqida hatto eshitish ham mumkin emas. Ha, balki siz payqagandirsiz. Gap SCP-106 qariya haqida ketmoqda. Ushbu anomaliyaning sinfi Keter, topilgan joy aniq emas, xavf darajasi yuqori. Saqlash shartlari esa shunchaki shartlar emas, bu majburiyat. SCP-106 maxsus kuchli po'lat konteynerda saqlanadi. Konteyner devorlari doimiy ravishda kislota bilan namlanib turiladi. Favqulodda vaziyatda odam qurbon qilish orqali juda ushlab turish protokoli mavjud. Ha, juda jirkanch. Bundan bilsak bo'ladiki, SCP jamg'armasi o'zining tajriba kalamushlarining qadriga yetmaydi. U har qanday moddani chirita oladi. Temir, suyak va hokazolar. O'ziga xos cho'ntak o'lchami mavjud. Dimension Makedonus mavjud. Qurbonlarni darhol o'ldirmaydi, azob bilan o'ynaydi. Devor, pol, shift orqali istalgan paytda chiqib ketadi. Ov qilishni yoqtiradi, ayniqsa o'rga qo'rqayotgan odamlar. Bu SCP-106 yaratgan do'zaxga o'xshash joy. Paket dimension, qorong'u, chirigan devorlar, o'tkir hid, chiqiriqlar aks sado beradi. Vaqt boshqacha yoqadi. Bu joyda kamdan kam odamlar tirik chiqqan. Tom ma'noda deyarli hech kim emas. Keling, men sizga SCP-106 haqida qo'rqinchli joy aytib beraman. Yangi xodim D001 xodimi SCP-106 haqida ogohlantirilgan edi. U seni tez o'ldirmaydi deyishdi unga. Bu gap o'sha paytda uning uchun shunchaki so'z edi. Eshik keldi. Avval hid urildi, chirigan go'sht, zang va qon aralashmasi. Keyin u kelayotgani eshitildi. Og'ir, sekin qadamlar, shlak. Qorong'ulik ichidan u chiqdi. Teri yo'qdek, suyaklar ko'rinib turardi. Og'izdan qora suyuqlik tomchilari. Ko'zlar yo'q edi, lekin ko'rayotgan edi. Ha, siz bu qiyofani hatto tasavvur ham qilishingiz mumkin emas. D001 xodimi qichqirdi. SCP-106 kuldi. Ha, u kuldi. Bir soniyada devor eridi. Qora qo'l chiqdi va uni tortib oldi. Paket dimensiyo. Buni siz hatto iblis onami deb atashingiz ham mumkin. U yerda osmon yo'q edi. Faqat devorlar, nafas olish qiyin, har bir qadam og'riq. U qochdi, lekin har burilishda yana u paydo bo'ldi. Ulardi ba'zan uzoqdan, ba'zan orqangdan pichirlab. Hali erta. Kunlar o'tdimi yoki soatlar bilmadim. U qochdi, chanqadi, oyoqlari singan. Oxiri SCP-106 uni oldiga olib keldi. U tirnoqlari bilan sekin-asta tirnardi, qichqirar, devorlarga esa aks sado berar edi. Men seni yeyman qalbi, dedi SCP-106. Lekin bugun emas. Bir necha kundan so'ng SCP jamg'armasi kamerani ochdi. Ichkarida faqat qon izlari va devorga yoyilgan so'zlar bor edi. Bu yerda vaqt yo'q, bu yerda o'lim yo'q. Faqat u bor, faqat va faqat u. Ana endi tasavvur qiling, siz shunchaki yotoqxonangizda uxlamoqchisiz, ammo devorlar eriy boshladi. Devor chiridi, ichkaridan qo'l chiqdi, hatto suyaklargacha erigan qo'l.
tana va eng oxirida dahshatli yuz, ko'zlari erib ketgan misoli bir maxluqdek. Aslini olganda ham u maxluq edi. U sizga qarab kuldi. Birdan devoringizdan yiqildingiz. U sizni quvlamoqchi edi. Siz esa qochyapsiz. Charchagansiz. Qo'l-oyoqlaringiz deyarli o'zingizga bo'ysunmayapti. Lekin to'xtasangiz o'lishingiz aniq. Yuguraverasiz. Oradan yillar o'tdi. Lekin siz yuguraverasiz. Siz bu yerda mangu qolib ketgansiz. Siz bu yerda o'lmaysiz. Naqadar dahshatli va og'riqli o'lim. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar shunga o'xshash videolar chiqishini xohlasangiz, iltimos kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz sizni kutamiz. Va iltimos, bir narsani hech qachon unutmang. SCP-106 har doim kelib qolishi mumkin. Shuning uchun hushyor turing. Yoki barchasi siz o'ylaganingizdan ham murakkab. SCP-106 ayni damda sizning yoningizda bo'lishi mumkin. SCP jamg'armasi dunyodagi eng xavfli, noodatiy va anomaliyali mavjudotlarni kuzatadi. Ulardan ba'zilarini hatto nomini aytish ham mumkin emas. Xuddi siz sezganingizdek, gap SCP-096 uyatchan yigit haqida ketmoqda. Uyatchan yigit. Ushbu anomaliya SCP jamg'armasidagi eng xavfli anomaliyalardan biri bo'lib qoladi. SCP-096 Euklid toifasiga kiritilgan, ya'ni xulqini oldindan bilib bo'lmaydi. U odatiy holatda tinch, lekin ishga tushganda uni hech narsa to'xtatib bo'lmaydi. SCP tashkilotining bir qat'iy qoidasi bor. Hech qachon SCP-096 ning ko'zlariga qaramang. Uning ko'zlari bo'm-bo'sh, qop-qora. U taxminan 2 metr baland, qo'llari g'ayratabiiy darajada uzun, teri rangsiz, go'yo hech qachon qon oqmagan. Odatda u jim, soatlab, kunlab qaratsa katsiz o'tiradi. Boshini egib, yuzini qo'llari bilan yopib, ammo bitta qoida bor. Agar kimdir SCP-096 ning yuzini ko'rsa, u o'ladi. Keling, men sizga SCP-096 haqida bir ayanchli hikoya aytib beraman. Antarktida, sovuq, jimlik, faqat shamol va muzning g'ichirlashi. Bir guruh tadqiqotchilar sun'iy yo'ldosh suratlarini tekshiradi. Oddiy vazifa relyef o'zgarishini o'rganish. Birdan bittasi to'xtab qoldi. Bu nima? Ekranda tog'lar, oq muz va uzoqda, juda uzoqda kichkina qora nuqta. Rasm yaqinlashtirdi. Bu yuz edi. Ko'zlar, og'iz insoniga o'xshamagan, ammo tirik. Faqat 4 ta piksel, ammo bu yetarli edi. SCP-096 joylashgan kamera ichida harorat o'zgarmadi. Bosim o'zgarmadi, lekin ovoz paydo bo'ldi. Avval past, xiralash, keyin yig'i va oddiy yig'i emas edi. Bu oddiy yig'i emas edi. U azobdan chiqqan ovoz, go'yo 1000 yil yolg'izlikda qolgan mavjudotning faryodi. U boshini devorga urdi, qo'llari bilan yuzini qattiqroq yopdi. Sensorlar shuni qayd etdi. SCP-096 faollashdi. Jamg'arma darhol karantin e'lon qildi. Qizil chiroqlar, signal, ammo kech edi. SCP-096 birdan tirik turdi. U qichqirib devorlarni titratdi. Temir eshiklar egildi. U harakatlana boshladi. Tezlik noma'lum. U devorlarni sirdirdi. Polni yorib o'tdi. Masofa unga to'sqinlik qilmadi. U bitta narsani bilardi. Kimdir uni ko'rdi. Tadqiqotchi Erik Menderson. U suratga qaragan edi. U buni bilmasdi. U hatto SCP-096 haqida to'liq ma'lumotga ega emasdi. U uyda edi. Xonasi qorong'u, soat tungi 2:17. Birdan itlar hurishni boshladi. Keyin esa jimlik. Deraza titradi. Erik yuragi tez ura boshladi. Nima uchundir u yig'layotgan ovozni eshitdi. Yig'i yaqinlashardi. Devor yorildi. U ko'rdi. Oppoq qo'l, uzun barmoqlar va nihoyat yuz. Ko'zlar nafrat azobga to'la, og'iz qichqiriq ichida qichqirib. U to'xtamadi. SCP-096 to'xtadi. Jamg'arma kameralarida faqat bitta narsani qayd etdi. 12 soniya qichqiriq va sukut. Erikdan hech narsa qolmadi. SCP jamg'armasi xulosasi qisqa bo'ldi. SCP-096 ni ko'rgan har qanday inson yo'q qilinadi. Uni to'xtatish mumkin emas. Uni yashirish yagona chora. SCP-096 uyatchan yigit. U haqidagi qisqacha hikoya edi. SCP-096
Shuning uchun, agar qorong'uda nimanidir sizdan yuzini yashirayotgandek tuyulsa, agar rasmda g'alati siluetni ko'rsangiz, agar kimdir yig'layotganini eshitsangiz, qaramang. Chunki SCP-096 sizni allaqachon sezgan bo'lishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, iltimos mehnatimizni qadrlagan holda kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va yana qanday SCP hikoyalarini eshitishni ham kommentariyalarda yozib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bir narsani unutmang. Hech qachon qaramang. Keling, bugungi videomizda biz SCP-067, boshqacha qilib aytganda, ruchka haqida gaplashamiz. SCP-067 nima? Aslini olganda u unchalik ham xavfli emas. SCP-067 bu xavfsiz, ya'ni safe tasvirlangan anomaliya bo'lib, unga asosiy arbut antik ruchkadir. Aniqrog'ini aytgan bo'lsak, shunchaki anomaliyaviy ruchka deb atasangiz ham bo'ladi. SCP-067 bu Germaniyada yoki Ikkinchi jahon urushi oralig'ida ishlab chiqarilgan eski fondan pen, ya'ni fransuzcha ruchka. Ruchkaning naychasi yog'ochdan, rangi och yashil, yonida bir qizil chiziq mavjud. Uning tig'i qalam uchi kabi o'tkir. Yengil bosimda ham terini teshib o'tkazish mumkin. Shunchaki odam terisini qiziqarli tomoni shundaki, ruchka hech qachon siyohni yo'qotmaydi va doimiy rangi qoramtir siyoh bilan yozadi. Bu oddiy ruchkalar uchun juda noodatiy holat, shunday emasmi? Anomaliyasi maxsus ta'siri. Ruchka qo'lga olgan har bir inson o'z qo'lidagi qo'l bilaklarini nazoratini yo'qotadi. Ya'ni qo'l butunlay ruchkaga bo'ysunadi. Ruchka sirli kuch tomonidan boshqariladi va uni ushlagan odamning qo'li majburiy ravishda yozishni boshlaydi. Bu yozuvlar shaxsning to'liq biografiyasi bo'lib, ismi, yoshi, tug'ilgan vaqti, qo'rqinchlar, hatto unutilgan voqealar ham. Shuningdek, ba'zan odamlar oddiy tasvirlay olmaydigan voqealarni yoki xotirasi ham yozadilar. Tushunarsiz, shunday emasmi? Hatto u ilgari hech qachon chizmagan bo'lsa ham, tadqiqotchilar juda murakkab va mistik ko'rinadigan chizmalar hosil bo'lganini qayd etganlar. Saqlash talablari: ruchka ishlamayotgan paytda maxsus shkatulkada ichida saqlanadi va uni ishlatgan odamlar yozgan hamma narsalar alohida tahlil uchun olib qo'yiladi. Shunchaki tahlil uchun, agar ularda o'xshashlik yoki anomaliyali xususiyatlar bo'lsa, ular har ehtimolga qarshi yo'q qilinishi mumkin. Lekin bu ehtimoldan yiroq. SCP-067 deganda raqamli analog qo'rqinchli tasvir yoki memlar ko'rinishida chiqaradi, lekin bu rasmiy SCP fondining mazmuni bilan bog'liq emas. Bu faqat jamoatning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan versiyasi. Demak, bugun biz siz bilan bilib oldikki, SCP-067 hech qanday dahshatli anomaliya emas. Bu shunchaki faqatgina insonlarga yordam beradigan bir ruchka. U insonga do'st, hayvonlarga esa zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Va iltimos, yana bir narsani unutmang. Agar qachondir sizda imtihon qog'ozi yoki nimanidir chizishni boshlayotgan bo'lsangiz, iltimos juda ham ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-067 hali fond tomonidan butunlay o'rganib chiqilmagan. SCP-067 ning dahshatli taraflari ham bo'lishi mumkin. Bu narsa aniq bo'lmagunga qadar iltimos ruchka yoki qalamlaringizga ehtiyot bo'ling. Video yoqqan bo'lsa, iltimos mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoling. Keyingi videolar qanday bo'lishi sizga bog'liq. Bir narsani unutmang, chizishda doim ehtiyot bo'ling. SCP jamg'armasi dunyodagi eng noodatiy, xavfli, g'ayrioddiy anomaliyalarni o'rganadi. Ulardan ba'zilarini ko'zga qarash mumkin bo'lmasa, ba'zilarini faqatgina ko'zga tik qarab turishingiz mumkin. Xuddi siz taxmin qilganingizdek, gap SCP-143 yoki o'z-o'zidan o'suvchi haykal haqida ketmoqda. Ushbu anomaliya jamg'arma tomonidan aniqlangan eng sirli anomaliyalardan biri. Obyekt sinfi Euklid, ya'ni xarakterini oldindan bilib bo'lmaydi. Tashqi ko'rinishi esa oddiy tosh halqaga o'xshaydi. Aniq qaysi jonzotni ifodalashi noma'lum. Asosiy xususiyatlari: tirik organizmdek o'sadi. U sekin-asta kattalashadi va shakli o'zgaradi. Eng qo'rqinchli jihati, o'z jarayonida haykal ichida qon tomirlariga o'xshash tuzilmalar paydo bo'ladi.
Xavfi bevosita hujum qilmaydi, lekin u nima uchun o'sayotgani noma'lum. Tadqiqotchilar uning oxir-oqibati tirik mavjudotga aylanishidan qo'rqishadi. Keling, men sizga SCP-143 haqida bir qo'rqinchli hikoya aytib beraman. SCP-143 saqlangan kamera xonasida doimiy sovuq edi. Harorat qat'iy 12 gradusda ushlab turiladi. Oqartirilgan beton devorlar, qizil signal chiroqlar va devorning o'rtasida oddiy tosh haykal. Yoki shunday deb o'ylashardi. Doktor Robert Edison bu obyekt 3 yildan beri kuzatardi. Dastlab SCP-143 hech qanday xavf tug'dirmagandi. U harakatsiz, jonsiz va oddiy ko'rinadi, ammo muammo shundaki, u o'sardi. Sekin, juda sekin. Dastlab uni o'lchov xatosi deb o'ylashgan, keyin har hafta millimetr bilan o'sish qayd etildi. Tosh haykal o'smaydi, ammo SCP-143 o'sardi. Bir kun rentgen tekshiruvi o'tkazildi. Natijalar xodimlarni jim qoldirdi. Haykal ichida bo'shliqlar bor edi. Ular tosh yoriqlarga o'xshamadi. Ular organlarga o'xshardi. Tomirlarga o'xshash tuzilmalar haykal ichida yoyilib boradi. Bu tirik narsa, dedi bir tadqiqotchi pichirlab. Yo'q, dedi doktor. Bu tirik bo'lishi o'rgayotgan narsa. O'sha kundan boshlab SCP-143 kuzatuvi kuchaytirildi. Kamera soni 2 barobar oshirildi, ammo eng muhim kamera keyinchalik o'chirib tashladi. Buning ham o'z sababi bor edi. Soat kechki 3:12. Tungi navbatchi xodim kameralarni tekshirdi. Hamma narsa joyida edi. SCP-143 jim harakatsiz. 3:13. Monitor 1 soniyaga qotib qoldi. 3:14. Haykal boshqa tomonga qarab turgandek edi. Bizning qahramonimiz kulib yubordi. Ko'zlarini charchagan dedi u. Ammo yozuvni qayta ko'rganda u kulmadi. Video yozuvida SCP-143 harakatlanmagan, lekin keyingi kadrda u allaqachon boshqa holatda edi. Orqada yo'qolgan 0.7 soniya bor edi. Shu vaqtdan boshlab ba'zi videolar tahrirlangandek ko'rina boshladi. Go'yo kimdir yoki nimadir o'zini kamera ko'rmasligini xohlagandek. Birinchi ovoz tasodifan yozib olindi. Audio datchika texnik shovqin sifatida belgilangan tovushni doktorga ko'rsatib eshitib o'tdi. Bu shovqin emasdi, bu sekin nafas olish ovozi edi. Tosh nafas olmaydi. Ammo yozuv har kecha takrorlana boshladi. 2:00, 3:00 gacha safar biroz balandroq. Bir kun ovoz yana bir narsa qo'shildi. Pichirlash, sovuq, qattiq chiqish. Bu so'zlar aniq emasdi, lekin inson tiliga juda yaqin. Kengash ruxsatsiz doktor tajriba o'tkazdi. SCP-143 kamerasiga tirik organizm sichqon qo'yildi. Dastlab hech narsa bo'lmadi. Keyin esa sichqon qotib qoldi. U qochmadi, qamirlamadi, faqat SCP-143 ga qarab turardi. Bir necha daqiqa o'tgach, sichqonning yuragi to'xtadi. Haykal esa yana 1 santimetrga o'sdi. Shundan keyingi tajriba bekor qilindi, lekin kech edi. Vaqt o'tishi bilan SCP-143 ning shakli aniqroq bo'la boshladi. Qo'lga o'xshash chiqindilar, bo'yin, bosh, eng qo'rqinchlisi yuz. U hech kimga o'xshamadi, lekin unga uzoq qaragan odamda tanishlik hissi paydo bo'lardi. Xuddiki u sizni oldin ko'rgandek yoki siz uni oldin ko'rgandek. 3:47 signal chalindi. SCP-143 kamerasida bitta xodim bor edi. Bu mumkin emas edi. Eshiklar ochilganda xodim topilmadi. Faqat polga yopishib qolgan qon izlari va SCP-143. U endi tosh emasdi. Unga 100 og'iz ochilgan edi. Kamera yozuvidagi so'nggi jumla audio orqali eshitildi. Tashqari iliq ekan. Yakun shundaki, bugungi kunda SCP-143 yanada chuqurroq darajada izolyatsiya qilingan. Ammo muammo shundaki, u endi o'smayapti. U kutmoqda. U aynan nimani kutmoqda? Noma'lum. Lekin bilamizki, u shunchaki jim turmayapti. U harakat qilyapti. U qochmoqchi. Agar siz qumma o'ynayotgan bo'lsangiz, iltimos, ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-143 qum va betondan yasalgan. U sizni kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoling.